Tugatganim yo'q. Men tugatganim yo'q deyapman. Men tugatganim yo'q deyapman sizga. Shunaqa noqonuniy ishlayverasizlarmi sizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tamam, internetga chiqib ketishdi. Oling. Olsin. Sertifikat bilan moslamani biz qiyoslab tekshirib ko'rmoqchimiz. Hamma raqamlari bilan mos keladimi, yo'qmi? Uni o'chirib ko'rsatish shartmi? Tagidan ko'rib olsak bo'ladi. Yo'q, sizdan ko'ramiz, aka. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga asosan hujjatingiz ko'rsatadi. Xo'p, amal qilish muddati ta. Shuni IT 0507 bosh o'rinbosari Shermatov 2809. Bo'pti. Moslamani sertifikatini tanishib olaylik. Istalgan noqonuniy jarimalarni sud tartibida bekor qilsa bo'ladi. Faqatgina qonuniy jarima botiga murojaat qilishlarini tavsiya beraman. Qayrilib olish hududi ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerdan 30 metr ham o'tmagan. Ya'ni yo'l harakat qoidalari bo'yicha, amaldagi yo'l harakat qoidalari bo'yicha qayrilib oladigan joylarga 30 metr yetmasdan yoki 30 metr o'tib to'xtash kerak bo'ladi. Hozir bu bo'yicha ham aniqlik kiritamiz. Bo'ldi, moslamani tekshirib ko'raylik biz aka. Nimaga boramiz? Qayerga boramiz? Siz boshqarmaga borsangiz, Keyin vaqt ortga qanday qaytaramiz? Bizda o'rtada portal yo'q, vaqt ortga qaytarish uchun. qaytarasiz. Qaytarib bo'lmaydi aka. Bizda portal yo'q qaytarish uchun olmayman. Aka, men gapim tugatganim yo'q. Meni tugar. Men tugatganim yo'q deyapman. Men tugatganim yo'q deyapman sizga. Shunaqa noqonuniy ishlayverasizlarmi sizlar? Mana ko'rdinglar. Ichki ishlar xodimi oxirigacha qonuniy gaplasha olmasdan oynasini yopib qo'ydi. Mana oxirigacha gaplashib xohlamadi. Ana shunaqa istalgan multiradarlar bekor qilsanglar bo'ladi, faqatgina qonuniy jarima botiga murojaat qilishlarini tavsiya beraman.